Orijon akamga prank kuchlisi. Bu joyda reklama olayotgandik. Bu yerda Qulpinoy ko'rib qoldim. Qulpinoy bilan prank ketdik. Orijon aka, chachamayapsizmi? Aka, Qulpinoy chiqdi. Olib kelaymi? Yaxshi oldik. Qulpinoy kelmaysizmi? Hozir olib kelaman. Achaysizmi? Yarim kilo, Qulpinoy keling. Aka, Qulpinoy sizdan. Azroq berarsan? Qulpinoyni oldik. Endi esa qalampir olamiz. Achchiq qalampir bormi? Achchiq qalampir bor, no achchiq. Achchiq o'sha. O'ta achchiqmi? Achchiq o'cha. Uy, aka, bilmadim. Bo'p, bilmam kerak. Bo'ldimi? Qulpinoyni 100 so'mlik oldik. Orijon akam chiqarib o'tiribdi. Biroz sezdirib qo'ymayapman. Postendagi harakat ketasan, reski qildim. To'xtab. Orijon aka? Qulpinoyni olib keldim aka. Mana montaj qilib, anaqasini qilayotgandim. Montaj boshladingizmi? Oling aka, o'cha so'ng. Bismillah. Bu mana shu kattasini to'g'ri ekan-a? Ha, kattasidan boshlaymiz. Qani? Bismillahirrohmanirrohim. Yetkazganiga shukr deymiz ekanda, ha? Mazasi ancha yaxshi ekan-a?